Assalomu alaykum hurmatli Cherry Andijon obunachilari. Bugungi obzorimizda Cherry Tiggo 7 Pro avtomashinasi bo'ladi. U restyling varianti bo'lib 2026-yildan chiqishni boshlagan, eng full versiyasi shu bo'ladi. Xo'p, mashinamizni o'zgarishlarga keladigan bo'lsak, oldi ko'rinishlarida o'zgarishlari bor, faralarda o'zgarish, diskalarda o'zgarishlari bor. Ikki ses bo'ladiki, salonlarini ham boshqacha qilib ishlashgan. Monitorlari splashni ulangan bo'ladi. Mashina 1.5 turbina motorda 1.5 turbina motorda jihozlangan. 147 tot kuchi bo'ladi mashinada. Signallari elektronlik jihozlanadi. Orqa keyinlarini ko'radigan bo'lsangiz, salonidan orqada ham abagireflari mavjud. Orqa signallari ham odamga qulay bo'lib ishlab chiqarilgan. Uzoq safarga chiqiladigan bo'lsa, hech qachon bunda qiynalib qolinmaydi. Diskalarga keladigan bo'lsak, diskalari 18 razmerda bo'ladi. Diskalari ham zavodskoy to'rala balonda supportli tormozli sistemalari bor. Bagaj kengligiga keladigan bo'lsak, bagajlari elektronlik ochiladi. Bagaj kengligini ko'rsangiz 475 litr bo'ladi. Hop. Bu yerda yukxona uchun, bozorliklar uchun yana bitta polkasi, bunga ham 5-6 kilo narsa bemalol ko'tara oladi. Detskiy rejimlari ham lyukida, to'ral oynasida, keyin bagajida ham ishlaydi. Hech qachon qisib qolmaydi bu. Doimo qaytaradi, hech qachon qisib qolmaydi. Detskiy rejimlari hijolat qilmaydi. Xo'p, mashinamizga keladigan bo'lsak, mashina 3 xil rejimda yuradi. Signal pamitlari bor mashinada. Hop, podyomlikdan tushishda yordam beradiganlari, skoroslari. Korobkasiga keladigan bo'lsak, bu robot korobka bo'ladi. 3 xil rejimda yuradi: Eco, Sport, Normalda. Barida xolodilniklari bor, podyomlikdan tushishda yordam beradi, cruise control. Hop, signal pamitlarini ko'rsanglar bo'ladi. Mashinaga o'tirganda eshik yopilgan holatida sizga signalni to'g'rilab beradi. Shuni to'g'rilab beradi. Start stop bo'ladi mashina. Zavodskoy. 3 xil rejimda Eco, Sport, Normalda yuradi. Hop, CarPlay, Android avtolari bor, podsvetkalari bor mashinada. 360 gradus kameralari. 360 gradus kameralarni ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa, hijolat qilmasdan chiroyli ishlab beradi. O'zini zavodskoy kolonkalari bilan birga chiqadi bu mashina. Undan keyingi ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, xo'p, mashina dizayniga keladigan bo'lsak, zavodskoy o'zini optikal LED faralari bilan jihozlangan. Gaylar hech qachon muammo qilmaydi. Zavodskoy bo'ladi. Undan keyingisi mashinada panorama tom bo'ladi. Panorama lyuklari bor. Lyuklarni ham ko'rsak bo'ladi, ochilishlarini. Xohlasa bu keyingi mashina olgan odam afsuslanmaydi. Kimga shunaqa avtomobillar qiziq bo'ladigan bo'lsa, Cherry Andijonga murojaat qilsangiz bo'ladi, nomerlarni chiqarib qo'yamiz.